Buni oylik to'lovi ham o'zimga o'tadi. O'zim Mana shu aka ham Qashqadaryolik bo'lsa kerak, mana u sportsmenimiz Qashqadaryolik, mana jentrani pulini o'zi to'lab yuribdi ekan. Endi biz ham jam unaqa oshib, toshib ketganimiz yo'q. Shu akani bo'yiga nima deysizlar? Pul tikemi? Mana shu akani bo'yiga pul tikem ismini bilmayman, kommentga yozinglar. Ha desalaring, mana shu kelgan bir ataganim bor. Haqqoni berasiz. Biz onasini ko'ptiga so'rma. Alo, deyilmaydi jalab. Beriladi, tamom, biladi. Unaqa Aktagundan chiqib qaytib olmaysiz siz. Yo'q, bizda qaytish yo'q. Kreditga olib bermaysiz. Shuni azaka deb chaqiradi, Aktagunning ichida. Mana shu insonga men ataganim bor, ichida. Buning uchun sizlar laklarni bang'illatib, shu akaga bittadan padlisa qilinglar, dila dusha. Mana shu inson zo'r odam. O'tgan safar men gaplashgan Aktagunning ichida. Biz taksidan olib pul to'laymiz. 12.64 Ganisr taksidan 6 tariqda daromini olaman. Mana shunaqa ortiqchasini mana shunaqa sportsmenlarga beraman. Laykni bitta his qilgizinglar shu aka uchun. Sog' bo'linglar.